Men nafaqat shifokor, balki ona, ayol sifatida gapiryapman. Men ham o'z oilam, bolalarim bor. Men juda qo'rqyapman. Men hozir shifokor sifatida og'ir holatdagi kasallarga yordam ko'rsatyapman. Italiyada 23-mart holatiga 24 nafar shifokor vafot etdi. Bular mening hamkasblarim edi. Men Rossiyada o'qiganman. Italiyada 22 yillik ish tajribasiga egaman. Biz shifokor epidemiolog mutaxassisligi bo'yicha o'qiganmiz. Rossiyada epidemiolog shifokorlar bor va bu xizmat turi mavjud. Italiyada esa bunday soha yo'q. Biz buni qo'ldan boy berdik. Men hozir ko'p millionli aholiga murojaat qilmoqchiman. Uyda o'tiring. Bu oddiy ta'til emas. Bu urush. Agar siz ko'chaga chiqsangiz, bu virus sizni quroldan otilgan o'q singari nishonga oladi va siz bu virusni yuqtirib olasiz. Siz uyda o'tirishingiz kerak. Belgilangan oraliq masofani saqlashingiz kerak. Italiyada bu qoidalarga amal qilinmoqda, lekin ancha kech keldi. Mana bu maska meni asrab qola olmaydi. Uyga kelaman. Uyda ham maska bilan o'tiraman. Chunki oilamni ham xavf-xatarga qo'ymaslik, virus yuqtirmaslik uchun. Tasavvur qilib ko'ring. Bergom shahridan vafot etganlarning tobutlarini harbiy texnikalar bilan shahardan olis 300 kilometr masofaga olib ketishyapti. Hattoki ularning krematoriylarda kuydirishga ham, dafn etishga ham ulgurib bo'lmayapti. Hattoki qarindosh urug'lari, yaqinlari ham ularni qayerdaligini bilishmaydi. Vidolashuvning imkoni yo'q. Bu dahshat, bu qo'rqinchli. Men buni qanday avj olayotganligini o'ylab ko'rdim. Bu qanday paydo bo'ldi? Bu juda oddiy. Italiyada 1-yanvardan modalar haftaligi boshlandi. Arzonlashtirilgan narxlarda. Bunga albatta ruslar va ko'plab xitoyliklar kelishdi. Keyin 19 fevralda Milanda futbol o'yinlari bo'lib o'tdi. Unga ham Bergam shahridan ko'plab futbol ishqibozlari borishgan va uylariga ushbu virusni yuqtirib qaytishgan. Mana sizga birinchi xavfli nuqta Milanda va ikkinchi xavfli nuqta Bergamda. So'ngra 10-mart kuni Valensiyada javob o'yini bo'lib o'tdi. Mana sizga Ispaniya. Bu epidemiologiya qonuni. Shifokorlar maslahatiga amal qiling. Uyda o'tiring. Koronavirusdan улам азык-түлүктүн баасы көтөрүлдү. Айрым un саткан дүкөндөрдө жана базарларда un, май, макарон сыяктуу азыктарга кардарлардын саны кескин жогорулаган. Бул убакка чейин өкмөт тарабынан азык-түлүктүн баасын туруктуу кармоо жана базар экономикасы тууралуу жыйын болгон, бирок жугуштуу вирустан кооптонууга негиз жоктугун Саламаттык сактоо министрлиги билдирген. Коомчулуктун арасында ар кандай сөздөрдөн улам азык-түлүктү көбүрөөк камдагандардын саны өсүүдө. Бүгүн түштөн кийин Ош шаарында un базарларда ундун баасы мурунка салыштырмалуу 150 сомдон 200 сомго чейин көтөрүлгөн. Жана un саткан дүкөндөрдө un алган кардарлардын саны кескин жогорулап кеткен. Не себептен десек, бул Кытайдын немелер вирус үчүн кымбаттап кетти деп сатуучулар айтып атат да. Анан биз алышка сал эмне болуп атат да, кыйынчылык бизге өтө кыйын болду un жешкечи. Ана макарондор деле өтө кымбаттап кетти. Башта 35тен алчу элек, азыр 50-55ке чыгып кетти. Көрүп тастар өзүңөр деле. Ошо бирөөлөр бизнес эмне болуп атат да бунучу. Унду көтөргөн бизнестер эмне болуп атат. Түшүнбөйм, эмне себептен андай кымбат болуп кеткенин өзүбүз деле түшүнбөйбүз. Анан бирок алат экенбиз да.